Xo'p, boshladik. Unday bo'lsa, aqlimizdagi inson mani sevadimi yoki boshqa bir inson bormi hayotida deb ko'rib chiqamiz. Unday bo'lsa boshladik biza. Aqllaringdagi inson sizlarni yaxshi ko'radimi yoki hayotida boshqa bir inson bormi? Birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant. Xo'p. Hozirgi holati, hayoti, sizga bo'lgan his-tuyg'usi. Hozirgi holati, hayoti, sizga bo'lgan his-tuyg'usi. Holati, hayoti, sizga bo'lgan his-tuyg'usi. Qanaqa deb olamiz? Kartaga o'z energiyalaringni yuborishlaring mumkin. Karta variant tanlaysizlar. Va unday bo'lsa tanlayotgan bo'lsanglar, biza boshladik. Birinchi variantdan ko'rib chiqamiz. Aqlingizdagi insonning holati. Aqlingizdagi insonning holati bilasizmi? Rosa his-tuyg'ulari toshib ketyapti hozirgi kunda. Qanaydir uning hayotida bir ayol kishi bor. Ayol kishiga bo'lgan his-tuyg'ulari rosa oshib ketyapti. Hayotida faqat o'sha ayolni o'ylab qolyapti hozir bu yerda. Birinchi variant tanlaganlar hozirda faqat orzu qilyapti, yaxshi ko'ryapti, sevyapti, sog'inyapti. Holati, hozirgi holati shunaqa. Hayoti qanday bo'lyapti deganda bir yoki hozirda bir inson ayol kishini sog'inyapti bu inson bilan ayol kishi bilan urushib qolgan, menimcha hammasini tamom qilgan. Sevyapti faqat va faqat hozir hayotida o'sha ayol kishi bilan problemalarda cho'lg'ashib, nima deydi, chalkashib yuribdi bu inson. Xo'p, dalsha sizga bo'lgan tuyg'usi qanaqa? Sizga bo'lgan tuyg'usi chin, sof, dunyoyim mani sevgilim, mani dunyoyim deb turib ikkita variant bor bu insonda. Ikkita variantdan bittasini ushlab olgan, ya'ni sizni ushlab olgan, faqat sizga qarab talpinib turibdi. Bu inson bilasizmi, yashirincha yoki bo'lmasa vaqtinchalik inson bu meni hayotimda deb aytyapti. Hozirgi hayotidagi uchinchi shaxsni bu inson meni hayotimda uchinchi shaxs yoki yashirincha bo'lib o'tadi, yo bo'lmasa vaqtinchalik bo'lib o'tadi. Mani his-tuyg'um faqat sanga, ya'ni sen bilan oldin bo'ldi qilganman, sen bilan hozirda pauzadaman, sen bilan janjallar bo'lib o'tdi, lekin shunga qaramasdan mani his-tuyg'um faqat sanga deb turibdi bu inson. Bu inson sizni yaxshi ko'radi, uchinchi shaxs bilan munosabati faqat yuzaki qandaydir shunaqa holatda turibdi. Birinchi variantni tanlaganlar. Endi ikkinchi variant tanlaganlar. Xo'p, ikkinchi variant tanlaganlar. Ikkinchi variant tanlaganlarni hayoti nimasi, vaziyati, hozirgi vaziyati qanaqa deganda, hozir bu inson bilasizmi? Bu inson kimlargadir yaxshilik qilmoqchi, kimlargadir mehr ulashmoqchi, pul ulashmoqchi, yo bo'lmasa qanday bir shunaqa yordamlar qilmoqchi. Shunaqa rejalarda turibdi. Shunaqa qilishim kerak degan maqsadlarda turibdi. Qanaydir oluvchi insonlari bor, buni muhtoj insonlari bor. Может, onasi bo'lishi mumkin oilasida yoki qanaydir farzandlarimi, qanaydir xotinimi bo'lishi mumkin bu inson hayotida. O'shalarga yordam berishim kerak men degan nimada turibdi, hozir o'ylovlarda turibdi. Nimasi, vaziyati. Hayotida nima bo'lyapti desak, hayotida o'yin kulgu, baxtli kunlar rosa bo'lyapti. Bilasizmi, bu inson yorug' kunlarga qanaydir quvonchga erishyapti, kim bilandir oila qurmoqchi, yo bo'lmasa oila qurgani ko'rsatilyapti bu yerda. Balki oila qurmoqchidir, qarorlarni qat'iy olgandir. Bir ayol bor, kishi bor bu insonning oldida. O'sha uchinchi shaxsga bee'tibor emasligi ko'rinyapti bu yerda. Xo'p, sizga nisbatan deganda, sizga nisbatan bilasizmi, bu inson qo'rquvlarga tushib, o'ylovlarga tushib, rosa yomon vaziyatlarga tushib qolyapti. Shunaqangi har tomonlama qarshichiliklar bo'layotgani ko'rinyapti. Har tomonlama ziddiyatlar bo'lib o'tgani ko'rinyapti bu yerda. Sizni eslashni ham xohlamayapti. Qanaydir shunaqa vaziyatda turibdi. Bu ikkinchi variantni tanlagan, kartani tanlagan obunachilarimiz energiyasi cho'tta uncha yaxshi tushmadi. Ya'ni ham bu общий расклад hisoblanadi. Bemalol shaxsiy ochirim qilishlaringiz mumkin. Shaxsiy ochirimda ochib beraman. Xo'p, hozirgi holati, uchinchi variantni tanlagan obunachilarimizning hozirgi holati, aqldagi kishisining hozirgi holati.
Bilasizmi, hozirgi holatda bu inson qarshichiliklarni yengib o'tyapti. Qanaqadir qarshichiliklar bo'lgan hayotida. O'sha hayotidagi qarshichiliklarni bitta yengib o'tyapti. Даже lekin bilasizmi, rosa ko'p qarshichiliklar bor menga deb turibdi-yu, lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan bu inson barcha qarshichiliklarni men baribir yengib o'taman degan qat'iy qarorlarda turibdi hozirgi holatda. Xo'p, hayotida nima bo'lyapti? Hayotda sevgi, muhabbat bo'lyapti. Kimlargadir yaxshilik qilishi bo'lyapti. Qandaydir ayolga sovg'a salomlar olib berayotgani ko'rinyapti. Qandaydir bir ayol bilan munosabati rosa ham ishqiy munosabatga kirishayotgani ko'rinyapti. Bir-biriga bee'tibor emasligi ko'rinyapti. Hozirda kimdir juda ham yaxshi ko'rishi, sog'inishi, ya'ni menimcha bu uchinchi shaxs bilan bo'layotgan munosabat. Xo'p, sizga bo'lgan munosabat, siz hozir siqilib qolgansiz, yolg'izlikda qolgansiz, o'ylovlardasiz, rosa ham siqilyapsiz, nimalarnidir reja qilyapsiz, lekin qafasingiz, ya'ni rejalaringiz o'xshamayotgani ko'rinyapti, qafas ichi bo'm-bo'sh. Bu insonni sizga bo'lgan his-tuyg'usiga keladigan bo'lsak, bu inson his-tuyg'usi sizda bu yerda bu inson bilasizmi, sizga emas, boshqa bir shaxsga qarab turgani tushdi bu yerda. Bu insonga qanchalik yaxshiliklar qilgansiz, qandaydir qo'lingizdan kelgan barcha yaxshiliklarni qilgansiz, chunki qanotcha farishta nimasi tushdi bu yerda. Yomonlik qilmagansiz, lekin shunga qaramasdan bu inson buni tashlab bunga ketayotganligi ko'rinyapti. Может, biz endi buni orqasidan dal shu karta olishimiz kerak edi. Dal shu karta oladigan bo'lsak, aniq javoblar kelib chiqardi, lekin hozirda bizga umumiy emas, faqat o'sha uchinchi shaxs bilan bo'lgan munosabati, uchinchi shaxsni yaxshi ko'radimi yoki sizni yaxshi ko'radimi, yoki uchinchi shaxs tanlayaptimi yoki sizni tanlayaptimi degan mavzuda ko'rib chiqdik. Biz общий keng rasklad qilmadik buni. O'sha uchun kartaga kimga tushadi, kimga tushmaydi, keraklisini olasizlar, kerak emasiga e'tibor bermaysizlar. Agar shaxsiy ochirim qilmoqchi bo'lsangizlar, WhatsApp nomerimni qoldiraman, bemalol murojaat qilsangizlar alohida ko'rib beraman. Yana aytib o'taman, kimlargadir rituallar olmoqchi bo'lsa, tozalatuvlar qilmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Qildirib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Figma degan ham nimadan, profildan nasib inshaalloh nima yuritaman, kanal yuritaman, ochib qo'yganman, hali yuritolganim yo'q. Unga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.